Mana shu xonadonimizni yaqinda mana shu tomini yopdik. Biz bu xonadonga birinchi ishga kelganimizda mana shu hammomni qilib bergan edik. Allohga shukr, o'shandan baqasi uyda egalariga ishimiz ma'qul kelib, mana bunaqasiga qator uylar soldik. Ularga uyda ayvonda terasga yana hammom qilib, uylar ichlarini bitirishlar. Hop, ana endi bu uyimizni yaqinda ko'tarib tomini yopgan edik. Endi xudo xolasa shularni shakl oldi. Ayvonlari, pataloylari tunikafon bo'ladi. Bu xonamiz 8 ga 4. Bu xonani ichini pataloylari bo'ladi. Mana bu bitta xonamiz pataloyi bo'ladi. Bu koridor. Bu hammomimiz endi u plastik qilingan edi. Endi bu narsalarni olib tashab, yangi plastik qilamiz deyildi. Shunga keldik. Hozir aristonlarimizni yechib oldik. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli qilib yopib, chiroyli qilib bitgan uzurlarni ham qo'yamiz, xudo xolasa.